Bu haligi konlar portlatganda yer tagidan chiqib qoladi ekan. Suyaklar, mamont suyaklari. Buni tarixi ham ancha uzun. Mana bu O'rtadirda ishlagan bir rus bola bizdan ketgan ekan 90-yilda. Ketib Rossiyada shu les заготовитель bo'lib bizga keladi ekan. Bizga kelganda u yerda bu haligi konlar portlatganda yer tagidan chiqib qoladi ekan. Suyaklar, mamont suyaklari. Buni servantga qo'yib qo'ygan yerdan menga olib kelib bergan edi. Pichoq jasab bering deb. Yo'q, jasab bergan bunga. Bu ham mashinadan kesilgan. Bu da mamontning tishi. Bu ham mamontning tishi. Bizda u mahalda anaqalar yo'q edi-yu. Turkiyada tekshirtgan ekan. Shunda aytgan ekan, kompyuterda chiqqan. Unda bizda kompyuterlar yo'q edi-yu. Kompyuterda ne chiqqan ekanda juda qadim, eski, shu mamontning davri. Endi shu ikkita pichoq chiqadi shundan. Ikkita bolamga jasab qo'yim degan niyat bor. Bu birovga beradigan narsa emas. Bizda dandan sopli pichoq deb qo'yadi. Hali shu bolada ham dandan sopli pichoq sinib qoldi deydi-yu. Shu dandan mashi. Dandan sopligi mashi. Mamontga pildiki ham dandan. Keyin morshdiki ham. Yaqinda bo'lgan ish mana bu tosh, bitta yorilib qolgan tosh bor edi ekan. Buni yerga qatirdim. Bildim yorilganini ham. Bo'lib ketaversa kerak deb o'ylabman-da. Keyin qayoqchi qilib qatirib turib, yaxshi o'yiga o'tib olgan ekanman. Chinopkani bosib qo'yib o'yiga o'tib turdim. Taraq etdi. O'sha yerga tegib, undan buni yerga tegib mana o tepada turadi. Shu manoni sherigi bor edi. O'shini urib tushdi-da. Xudo saqladi, maydalanib ketdi. O'shunaqa ishlar bo'ladi. Bunday turib, aralangan. To'pozliqkan-a? To'poz. To'pozniki mana bu ichidagi o'zagi mana. İçidagi o'zagi. Bunday. Bundan o'zini desizlar, bundan o'zini. Yo'q, bu jasalvat bundan chiqmaydi. Bu kavak bo'ladi ichlari. Mana uni ustidan chiqadi xolos. Buqanikiga chiroyli. Yo'q, buqanikidan chiqadi. Buqalar bunaqa katta bo'lib so'yilyapti bizda. Joz so'yilib ketadi. Mollardan chiqadi, uylardan. Mollarning Uyingizdan ham bo'ladi. Echkinikidan bo'ladi. Mana bu shu to'posning 3 eng 3. Bundan yana bir bo'lagi. Nereden olingan? Yoshlar qiziqmayapti-da. Mana nechta nevaram bor, hozir hammasi hali ingliz tili o'qib ketdi. Ikkitasi, bittasi nemis tili o'qib ketdi, bittasi Koreya ketib qoldi. Meni bu yerda o'g'lim bor, eng kichik o'g'lim. U mashinaga qiziqadi, mashina qiladi, pakrashib. Uni o'g'li ham o'sha menga bo'y bermay, o'zi otasi bilan bo'lib ishlayapti. Endi bitta kichkina 7 yashar nevaram bor, bu qiziqadi. Endi umrimiz yetadi bunga, yetmaymi ustaqiga. Jami masjidi bo'lganda ham mashq ko'chalar bo'lgan. Demak, unga bir 700 yil, 800 yil bo'lgan bo'lsa, demak bu ko'chalar juda eski. Bu ko'chaning tarixi asosan bor bilan shug'ullanganligi uchun Bo'rkashlik degan avval nomi. Bo'rkashlik bo'lib, bu yerda bo'rchilar bo'lgan, katta ustalar shu bo'r bilan shug'ullanishib, shaharda, yoqlarda shu bo'r bilan nima qilgan, ta'minlaganda. Bo'rkashlikdan keyin yana Soyuz mahalliga o'tgandan keyin perevod qilib qo'ydi, albastr deb. Bir ayol keldi, shunaqa men otam shu ustadan pichoq olib kel degan. Yo'q, qayerdan kelding sen desam, men Amerikadan keldim. Nimaga Yaponiyaga o'tib, Yaponiyadan bu yoqqa Qirg'izistonga o'tdim. Endi men ashuni bozordan surishtirib, istab topib keldi-da. Endi o'tgan yillari masalan Avstraliyadan juda ko'p keldi turistlar. Butun katta odamlar keldi. Ular ham ko'rishib, "O, men bilan teng ekansan" deganlari qancha. Shunaqa endi. Bo'sh vaqtimizda meni hobbim bor. Hobbida powerlik qilaman. Shu to'ylarda xizmat qilamiz. Chaqirib kelishadi, men shunga boramiz. Bundan ham bo'sh vaqtimiz qolsa, erta bilanda sahar turib kitob o'qiymiz. Namozga chiqamiz 5 mahal. Bu nevara, mayga o'tir. Bu masha nevara juda meni hunarimga qiziqadi-da. Do'konga kirib o'tirib olib, shu men nima qilayotgan bo'lsam, ham ashuni qarab o'tiradi. Men bilan ma'ruf, desatga boradi, desatdan xudo xolisa bir yil maktabga boradi. Endi umrimiz yetib qolsa, Alloh nasib qilsa, shu bolani usta qilaman-da.